Hikmat Travel'da mana shu narsa bor, xudo xohlasa topasizlar shuni olsa. Assalomu alaykum. Mana bugun biz Hikmat Travel'ning navbatdagi ziyoratchilarini kuzatish jarayonidamiz. Qani ularning fikrlarini batafsil sizlar bilan ulashamiz. Taassurotlar juda yaxshi inshaalloh. Biz hamma taraflama xursandmiz sizlardan. Mana chiroyli umra qilib kelish Alloh bizga nasib qilsin va sizlarga duo qilish nasib qilsin. Avvalambor umra ziyoratiga borish bir tayyorgarlik ko'rib, ko'ngilni to'q qilib ketiladigan maskan. Siz bilasiz, ota-onamni jo'nataman sizlar orqali, hamma qavm qarindoshlar so'rashsa, albatta sizlarga yo'naltiramiz. O'zimiz ham mana sizlar orqali boramiz. Xudoga shukr, chiroyli tarzda borib, ibodatlar qilib kelyapmiz. Eng avvalo siz ko'ngil xotirjamligida Hikmat Travel'da mana shu narsa bor, xudo xohlasa topasizlar shuni olsa. Hoji aka, qanday taassurotlar bor ketishlar? Xudoga shukr, rahmat. Mana Biloldinga avval rahmat. Tanijon sog' bo'lsin. Mana guruhni a'zo tashkil qilganlarga ming marta rahmat. Diyorimiz tinch bo'lsin. Yurtimiz tinch va O'zbekiston, Tojikiston hech ajralmas mustaqilligi xizmat qilishda bular charchamasin, bular umrlariga, rizqlariga o'ziga barakat topsin. Har doim xursandchilik bardavom bo'lsin. Allohdan so'raymiz. Allohu akbar. Salom. Unda xalasa safarga yo'llanibmiz. Hoji ona, mana taassurotlar qanaqa ketishdan oldin? Yaxshi. Yaxshi, iloyim. Undan keyin o'shaday bo'lib Iloyim yaxshi bo'lsin, sog' bor salomat ziyoratlarni yaxshi qilib kelaylik.